Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 25-iyun. Bugun yana biz Surxondaryo viloyati Sangardak sharsharasiga keldik va biz hozirda ko'rib turganingizdek Sangardakdan keladigan suvda yonib turibmiz. Oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsalaringiz, suvlarni tiniqlashgan. Xudo xolasa hali Zubayr topilmagan kommentariyalaringiz hammasini o'qib chiqdim. Hamma har xil fikr yozgan. Yana o'sha fikrlaringizga oydinlik kiritish uchun men bugun yana keldim 25-iyul kuni. Hozir mana bu yerlarda izlab ko'rdik. Yo'q bu yerlarda. Ko'pchilik aytgan ekan, bizni videolarimizni olishga ruxsat bermayapti. Zubayrni dadasini oldida yuradigan blogerlar deyapti. Biz videolarimizni nima uchun sizga olishingizga ruxsat berishimiz kerak? Siz bir joyda turib video qilyapsiz, bir joyda turib gapiryapsiz, bizni videoni olib pura kontent qilyapsiz. Undan ko'ra keling, mana shunday joylarda birgalikda hamkorlikda izlaylik. O'shanaqa gap qilyapsiz. Endi qaysi blogerligini aytyapman, unga nisbatan ochko bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun bloger o'sha o'zlaringiz bilasizlar, kommentariy yozsangiz bo'ladi. Hozir hamma joyda mana bu yerlarni yaqin qilib ko'ryapmiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Agar nimadir ko'rsangiz, screenshot qilib oling, mana shunday. Nimadirga e'tibor bersangiz. Inshaalloh Xudo xolasa Zubayr topilib qolsin. Hali topilgani yo'q, dadasi Toshkentda. Shu kerakli mutaxassislar bilan ko'rishgani ketgan. Ko'priklar tagida ham yo'q. Bu yerlarda ham qirg'oqlarda holi suv avgustgacha borib yana ham tiniqlashadi deyapti. Inshaalloh tiniqlashib qolsa yana zo'r bo'lardi. Suvlar tiniqlashgan ko'rishingiz mumkin. Suv mana shunday tiniq. Ular mana shunday holat. Ko'pchilik kommentariy yozgan ekan. Biz yana ko'ryapmiz. Mana shu qirg'oqlar chetini suvlar tiniqlashgan. Inshaalloh agar topilib qolsa xabar beramiz. Sizlarda ham qanaqadir bironta yangilik bo'lsa aytsalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Kommentariyada ko'p kishilik yozyapti. Hammalaringizni o'qiymiz kommentariyalaringizni. Imkon qadar hamma joyda ko'rib chiqamiz. Suvlar yana avgustga borib yana ham tiniqlashadi deyapti. Xudo tiniqlashsa birgalikda yana qidirishlarni olib boramiz. Hali topilmaguniga qadar bizlar Xudo xolasa izlaymiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom eting. Kuzatib borsalaringiz oldin suv mana shungacha keladi suvlar. Mana shunday baland bo'lib suvlar oqib kelgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda. Lekin suvda yo'q. Suvda izlayapmiz, yo'q bo'lsa ham ko'ryapmiz. Mana shunday ketadi suv. Sangardagi suv. O'shancha hurmatli fuqarolar, ancha insonlarni chaqirdik. 3-iyuldan boshlab ko'p odamlar chaqirdik. Kelinglar, birgalikda izlaylik, yordam beringlar dedik. Hech kim kelmadi. Mana shu Surxondaryoda kim bo'lsa hammasidan so'radik. Hech kim kelmagandan keyin o'zimiz 4 kishi yo 3 kishi izladik. Oybek, Sardor, Zubayr dadasi, Ilhom birgalikda izlab hamma joyda ko'rdik. Mana shunday holat. Hurmatli kuzatuvchilar, videoni oxirigacha ko'rib, fikringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Xudo xolasa yangilik bo'lsa inshaalloh sizlarga xabar qilamiz. Hozircha holat mana shunaqa. Ular do'stlar, atrofni qarang. Qanchalik suv kamayib ketgan, mana ko'ryapsizlar.
qanchalik suv kam. Ko'pchilik aytgan edi, suvda deb ko'pchilik gumon qilingan edi. Suvlarni hozir ko'rsataman. O'zim ham ishonmadim. Yana keldim, shu sangarda kelganda suvlarni bir tekshirib, yana bir qaray degan maqsadda ko'pchilik aytgani uchun suvda oqib ketgan, unday degani uchun video qilgan keldim. Suvni qarang, qancha tiniqlashgan. Mana. Ko'p tiniqlashgan suv. Agar bizda mana shu videomizni ko'rayotgan bo'lsa, favqulodda holatlar bo'yicha g'avvozlar yana bir bor iltimos qilardik. Sangardakda suvlar tiniqlashgan va kamaygan. Qarang, qanchalik kamaygan. Kelib yana izlashlaringizni, yordam qilishlaringizni iltimos qilardik. O'zim ham kelib ishonmasdan yana ko'ryapman. Ko'pchilik suvda gumon degan edi, mana ko'rishingiz mumkin. O'sha gumonlaringiz yanada yoyilishi uchun kelib yordam bersalaringiz yaxshi bo'lardi. Agar surxondaryolik, mana o'zim ham kiryapman suvga. Qarang, mana o'sha qanday qoshlar ko'rinyapti. Videoda ham ko'rinyapti. Bu yerlarda suvlar endi bizda oqib keta olmaydi, mana bu yerlar suvlar. Faqat ko'proq inson kerak bu yerga kelib yordam beradigan chin yurakdan. Ko'pchilik gumon qilganlar suvda oqib ketdi deganlar. Misol uchun oqib ketsa ham birapti, ko'pchilik aytayapti toshlar orasida tiqilib qolishi mumkin deyapti. Lekin biz suvdan hech qanaqa gumon topa olmayapmiz, bironta belgi topa olmayapmiz. Bugun 25-iyul. Mana video. Boya bitta video chiqardik, keyin mana bu yerda suvlar kamayib ketgan joylarni ham video qilib ko'rsatyapman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin, qarang, qancha suv kamayib ketgan. Atrofda qarang. Mana hurmatli bizni kuzatib boradigan obunachilar. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Mana ko'rdingizmi? Istoralar kuzatib bizga obuna bo'lib, mana shu videolarni tarqatingizlar. Ko'rishingiz mumkin. Biz imkon qadar o'zim Sangardaka keldim. Yana bir ko'ray dedim, suvlar kamaygan. Suv kamaygan, kim suvda gumon qilayotgan insonlar bo'lsa, mana marhamat, suv kamaygan. Kelingizlar, Zubayr dadasiga yordam beringizlar. Hurmatli rahbarlar, ko'rayotgan insonlar, favqulodda holatlar, yana bir marta yordam berishlaringizni iltimos qilamiz. Agar biron kun yig'ilamiz desak, hurmatli fuqarolarga yana bir iltimos qilardik. Zubayr dada Toshkentga kelganda mana shu yerlarni yana bir marta izlasak. Mana ko'rishingiz mumkin. Avgustga hali yana kamayadi. Suv bitta ariq bo'lib qoladi deyapti. Men bu videoni qilishimdan maqsad suv kamayganligi haqidagini sizlarga ko'rsatish edi. Bizni kuzatishni davom eting. Xudo xolasa hamma joyda yoritib boramiz.